Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi manzilda Xudo xolisa shtampovishni 2 qavatli eng xil materiallardan foydalanilgan holatdagi darvozamizni o'rnatib, gazirlar bilan egalariga topshirdik. 15 kun oldin mana darvozani o'rnatib ketgandik, ishimiz yoqib, bu akamiz akasi qildilar. Xudo xolisa ishlarni o'ta chiroyli, sifatli qilib bitirib berdik. Darvozamiz eniga 4 balandligi 3,5 metr razmerda. Old orqasi bir xil ko'rinish, 2 qavatli holatda. Kazirogimiz xuddi darvozaning razmerida 4,8, 4,10 eniga, oldiga 2,10 razmerda bo'ldi. Darvozamiz 2 qavatli holatda mana shu materiallardan 1 metr kvadrati 1 million so'mdan O'zbekiston 12 ta viloyatga dastavka ustanovkamiz bepul. Kazirogimiz 700 ming so'mdan kvadrati. Va xolisa samoylarimiz hech qanaqa oshiqcha shum, ochilib yopilishda muammo bo'lmaydi. Darvozamiz orqa taraf ko'rinishi. Oldi qanaqa holatda bo'lsa, xuddi shunaqa holatda. Oldiga ham, orqaga ham bir xil lis bosilgan 2 qavat to'liq shumka bo'lgan darvoza. Kimda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud.